Assalomu alaykum. Bu video darsda Bookflow'ning barcha funksionalliklarini ko'rib chiqamiz va o'zimizni biznesimiz uchun veb-sayt yaratishni ko'ramiz. Bookflow bu qanday platforma? Bookflow bu sizning sartaroshxonangiz, stomatologiya yoki kichik shaxsiy klinika, go'zallik saloni, barbershop va hokazo o'quv markazlari shular uchun mijozlarni onlayn qabulga yozish va o'zingiz veb-saytingiz orqali ko'p ma'lumotlar, o'zingiz brendingiz haqida ma'lumotlar berish, bloglar yozish va savollarga javob berish funksionalliklarini sizga taqdim etadi. Xo'p, birinchi o'rinda Bookflow'ning ta'riflari haqida gapiradigan bo'lsak. Bookflow'da 3 xil ta'rifi bor. Tekin, ya'ni start ta'rifi, pro va max ta'riflari bor. 3 oylik va 1 yillik xizmatlar bor. Xo'p, barcha funksionalliklar haqida yana video dars qilamiz va tavsiya etiladigan ta'rif bu pro ta'rifi, oddiy bizneslar uchun. Start ta'rifida bitta xodim qo'shsa bo'ladi va 50 tacha bandlov, ya'ni 50 ta qabul va oddiy veb-sayt bron qilish uchun sizning shaxsiy veb-saytingizni yaratsa bo'ladi. Cheksiz bandlovlar, bunda 50 ta bandlov bo'lsa, bunda cheksiz bandlov. Telegram notifikatsiya eng muhim joyi. Telegram bot orqali sizga har bitta qabul haqida bildirishnoma keladi. Telegram bot integratsiya qilinadi. Shaxsiy brendingiz, ya'ni veb-saytingizning dizaynini yaxshilasangiz bo'ladi. CRM tizimidagi ko'p funksiyalar ishlaydi va admin panel funksiyalari. Xo'p, Max ta'rif haqida ham alohida video qilamiz. Endi birinchi qiladigan ishimiz veb-saytda ro'yxatdan o'tish. Undan oldingi bitta qismi bizneslar sahifasi bor. Bunda barcha mavjud bizneslar, ya'ni sizning biznesingiz ham kelib chiqishi mumkin. Buning uchun biznes avval ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lishi kerak. Bepul boshlash yoki agar sizda akkaunt allaqachon mavjud bo'lsa, kirish tugmasini bosasiz. Biz bepul boshlash, yangi biznes yaratamiz. Xo'p, ism, familiya. Shaxsiy ma'lumotlaringizni to'ldirib bo'lganingizdan so'ng ommaviy oferta, foydalanish shartlari, maxfiy siyosatlarni ko'rib chiqish kerak albatta. Xo'p, agar Google akkauntingiz bo'lsa, Google orqali ro'yxatdan o'tish tugmasini bossangiz bo'ladi. Bu ma'lumotlarni to'ldirish shart emas. Agar Google emas, Yandex boshqa akkauntingiz bo'lsa, marhamat, xohlaganingizcha to'ldiraverasiz. Xo'p, endi ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Mana bizga biznes yaratish, ya'ni birinchi o'rinda ro'yxatdan o'tgandan keyin o'z biznesimizni ma'lumotlarini kiritishimiz kerak. Nima qilamiz? Birinchi o'rinda biznesimizni nom beramiz. Test biznes nima? Faoliyat turi: klinika, dental klinik, salon, barbershop, o'quv markaz, avtoservis va hokazo. Biz zubnoy, ya'ni dental klinik tanlaymiz. Hop. Tasnifga taxminiy ma'lumot yozib qoldirdim. Hop, logotip yuklash. Logoni endi tavsiya berilgan o'lchami bor, lekin agar boshqa o'lchamda bo'lsa logoingiz yuklashingiz mumkin. Biz hozir PNG formatda mana bu logoni yuklab ko'ramiz. Bu random rasm yukladim hozir. Ya'ni testoviy ma'lumot. Hop, aloqa ma'lumotlari. O'zingizning telefon raqam, hop, agar korxonaniki bo'lsa, biznesga o'shaning email pochtasi, telefon raqami va manzilni yozib qoldirasiz va xaritadan tanlash. Oddiy misol Farg'ona shahar. Manzilimiz tanlandi va Telegram, Instagramingiz bo'lsa Instagram, shunchaki usernamingiz, veb-saytingiz bo'lsa yana biron bir, uni ham kiritib qo'yishingiz mumkin va katalogga ko'rsatish. Bu tugma o'ta muhim. Buni yoqib qo'ysangiz, sizning veb-saytingiz Bookflow'ning asosiy saytida, ya'ni hozir yana kirib ko'ramiz, o'sha asosiy sahifada veb-saytingiz barchaga ko'rinib turadi. Hop, yoqdik buni va saqlash tugmasini bosamiz. Hop, mana bizda biznes mavjud. Hozircha faqat nima deydi, biznesni o'zining ma'lumotlarini yozdik, veb-sayt yaratildi bizga. Kirib tekshirib ko'ramiz. Mana juda ham sodda dizaynda logotipimiz ko'rinmoqda. Hop, hozircha xizmatlar yo'q. Ish vaqtlari, asosiy ish vaqtlari olingan, o'zgartirishingiz mumkin. Hop, band qilish oynasi bor va manzil, shaxsiy ma'lumotlar bor, xolos. Endi ma'lumotlar qo'shib ko'ramiz. Dashbord haqida yana to'liq video qilamiz. Hozircha biznes yaratish bizning ishimiz. Hop, biznes uchun ish vaqtlari mana to'g'rilab chiqishingiz mumkin. Hozircha bizda emas, content, ya'ni blog kiritamiz. Birinchi blog sinov blogi, qisqacha mazmunga, yana mazmunga ko'proq matn yozamiz. Blog uchun random rasm. SEO sozlamalari hozircha bu shart emas. Saqlash tugmasini bosdik. Hop, blogimiz ko'rindi. Endi FAQ, ya'ni tez beriladigan savollarga saytga ham qo'shib qo'yishimiz kerak. Klinika qabul pulim
yo'q ko'rik tekin. Yana shunga o'xshash savollarni qo'shib ketsangiz bo'laveradi. Hop, blog va FAQ qo'shilib bo'lgandan so'ng sinov uchun qo'shdik bu ma'lumotlarni. Endi biz o'zimizning servis, ya'ni xizmatlarimizni nima xizmat ko'rsatishimiz va bizning xodimlar, ya'ni xodimimiz va xizmatlarimizni taklif etamiz. Boshlanishiga xizmat qo'shaylik. Xizmatdan boshlash kerak. Xizmat nomi implant qo'yish, tasnif. Xohlasangiz nimadir ma'lumotlar yozsangiz bo'ladi. Men random ma'lumot yozdim. Hop, davomiyligi 30 daqiqa, narxi 3 million so'm. Narxini bilmayman, taxmin yozdim. Sizlar o'zlaringiz narxini yozasiz. Hop, yana bitta servis qo'shamiz. Nomi bracket qo'yish. Tasnifi bo'sh turaversin hozircha. O'zingiz batafsil yozib qoldirasiz. Davomiyligi 1 soat, 60 daqiqa, narxi 5 million so'm. Tartib raqamini sozlasangiz ham bo'ladi. Tasnifga mayli, yana o'sha matnni joylayman va saqlash tugmasi. Ikkita xizmat qo'shildi. Endi shu joyda xodim kiritamiz. Xodimning to'liq ism familiyasi Aliyev Vali. Stomatolog. Rasmga ham taxminiy rasm joylab turaveraman hozircha. Qisqacha bio, ya'ni avtobiografiyasi. Yaxshi. Qayerlardadir o'qigan, misol va hokazo. Qaysi xizmatlarni ko'rsatadi? Bracket qo'yadi, implant qo'yadi, yana boshqa xizmatlar bo'lsa ularni bajaradigan bo'lsa belgilab qo'yasiz. Aks holda shart emas. Hop, saqlash tugmasini bosdik. Bo'ldi, shifokor ham yaratildi. Nimadir ma'lumoti muammo bo'lsa tahrirlab qo'yaverasiz. Endi biz o'z saytimizni bitta kirib testlab ko'ramiz. Hozircha qabullar bo'limiga yoki mijozlar bo'limiga kirsak, bo'sh. Sinov uchun ba'da mijoz qolib ketgan ekan. Hop, testlash jarayonida qolib ketgan, unga e'tibor bermaymiz. Hop, sahifani yangilab ko'ramiz. Mana, xizmatlar ikkita, mutaxassislar. Sayt dizaynini yaxshilasa bo'ladi, faqat pro tarifda. Bu tekin tarif uchun sayt dizayni xuddi shu uslubda qoladi. Faqat yangi ma'lumotlar qo'shildi. Mana xizmatlar, ko'proq xizmatlar bo'lsa hammasini ko'rsak bo'ladi, batafsil. Hop, mana mutaxassislarimiz. Ichiga kirib mutaxassisning barcha ma'lumotlari, statistikalarni kuzatsa bo'ladi. Hozircha 0, sababi hech qanday ish qilmagan. Hop, tez so'raladigan savollar, ya'ni FAQ bo'limi shu joyda ko'rinadi. Sahifaga kirib, mana maqolalarimiz ham ko'ringan, test savollar ko'ringan, mutaxassisimiz bor, servislarimiz bor. Hozircha sinov uchun juda kam ma'lumot kiritilgan. Mana maqolaning ichiga kirib o'qisa bo'ladi va kommentga yozsa ham bo'ladi. Endi qiladigan ishimiz band qilish tugmasini bosamiz. Yoki mana bu yerda bor, yoki mana bu yerda ham bor. Band qilish tugmasini bossak, bracket qo'yish yoki bu implant qo'yamiz. Xodim istalgan xodimlar ko'p bo'lsa, eng vaqti bo'lgan random xodimni tanlab beradi. Bizda xodim bir dona va sanani tanlaymiz. Misol dushanba kuni, yakshanba kuni chiqmayapti, sababi doktor dam olish kuni sifatida belgilangan. Bo'sh vaqtlarni chiqaradi. Ya'ni doktor vaqtini belgilasak, o'sha bo'sh vaqtni hozir 9:10:00 ga belgilasam, bu vaqt bo'sh vaqtlar ro'yxatidan o'chadi. Ya'ni shifokor 10:00 dan zaynat bo'ladi. Yoki boshqa vaqtda tanlasak, misol 4-kuni 10:00 tanlayman va ism familiyam izoh batafsil nimadir shikoyatingiz bo'lsa yozib qoldirsangiz bo'ladi. Band qilish tugmasini bosdik. Hozirda bizning bandlovimiz faqat dashbordga bordi, ya'ni admin panelga kelgan. Telegramga notifikatsiya bor, shuning uchun pro tarif sotib olish kerak. Pro tarif uchun alohida video qilamiz. Hop, mana keldi. Ya'ni Xatam Zahriddin implant qo'yish xizmati xodim, ya'ni Aliyev Vali uchun xodim bu, vaqti va sanasi. Filtrlar hammasi ishlaydi. Xodim bo'yicha filtrlash, sana yoki holat bo'yicha, ism familiya bo'yicha mijozdan qidirsak bo'ladi. Holatni o'zgartiramiz. Ya'ni keldi, ya'ni tasdiqlandi, yakunlangan yoki bekor qilingan bandlov. Ichiga kirib va mijozlar sahifasiga kirsak, mana Zahiriddin Akamov va sinov uchun bu random. Pastga kirib mana mijoz uchun eslatma qo'shib qo'ysak bo'ladi va hokazo. Bularni o'zingiz saytni bir sinab ko'rib, bemalol sinasangiz bo'ladi. Sababi bu sizning sahifangiz. Ertaga bildirishnoma sifatida ham kelgan, yangi qabul sifatida 1 daqiqa oldin qabulingiz yozildi. Hop, qolgan sayt menyularini o'zingiz tanishib bilsangiz bo'ladi. Ular haqida alohida video dars qilamiz. Hozircha mana shu bizning ishimiz. Bu tekin tarifi uchun. Pulli tarif uchun albatta bu funksiyalar Qurbot, SEO, ya'ni qidiruv uchun o'zingiz domeningiz bilsangiz Google kalendar tez orada qo'shiladi, Telegram integratsiya va Max tarifi uchun API va hokazolar.